ustosidan topdik-ku tog'ajon. Sizga ilindik. Qarang, Buxoroda eng optim joyga. Tog'larimiz yaqinda ish boshlashdi. Bitta like-chani bosasiz videoga podpishkani qilaverasiz. Kelasiz. Manzil Buxoro viloyati Peshku tumanida Qaraqalpoq baliqchilarga o'tib ketarishga tog'ajon Arabxona yo'l yoqasida turibdi. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, 2 pallaligidan deysizmi? Mana bunga o'xshagan 2 qavatlik shishaligidan deysizmi? Qanaqasidan desangiz, fortishkalarigacha luboy razmerlaridan narxini luboy Buxoroni luboy bitta teshigi, tumligi, tochkasidan so'rab kelaverasiz tog'ajon. Narxlarga 100% javob beribdilar. Birinchi qo'l optim joydan akalarimiz yetkazib beraveradilar. Yaqinda ish boshlandi. Xudo xohlasa, mana bu yerda 1 pallaligidan deysizmi? Bu balandni, pasti, mana bunga o'xshagan mana bunga o'xshagan fasonlardan so'raysizmi? Yoki mana bunga o'xshagan mana ustida framogi boridan so'raysizmi tog'ajon? Qanaqasidan so'rasangiz yetkazib beraveradilar. Yana bitta narsa, usto akalar bemalol akam nomerlarini qoldiraman, aloqaga chiqaverasiz. Sizlar bilan ham bemalol ishlayveraman deyaptilar. Optimchilar kelaverasizlar, usto akalar yetkazib beraveramiz deyaptilar. Luboyjon ustolar, hamma narsaga qiziqasizlar, luboyjon so'rab kelasiz. Akalarimizga bundan tashqari mana bunga o'xshagan nima deydi buni? Pena deydimi? Penalari, xo'p, mana bular zamok menimcha, shunaymi? Zamoklari deysizmi? Optimiga tog'ajon, luboy bitta magazinni akfa bo'yicha bemalol so'rab, bexijolat so'rab kelavering, narxini surishtirib kelavering tog'ajon. Narxiga, sifatiga 100% kafolat beradigan joyini topib qo'yganman. Manzilni aytib o'tdim. Telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Tog'alarimiz birinchi qo'l 100% garantiya joylardan bo'ladi.